Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi tomonidan kichik qadamlar, katta o'zgarishlar, bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish mavzusida amaliy seminar tashkil etildi. Unda Toshkent shahridagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari, psixologlar, metodistlar va ta'lim tizimi xodimlari ishtirok etishdi. O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi prezident farmonida ta'lim tizimida ekologik madaniyatni shakllantirish va ekofaol fuqarolikni targ'ib qilish vazifalari ijrosini ta'minlash ham belgilangan edi. Tadbir ana shu ustuvor yo'nalishlarni amalda ro'yobga chiqarish maqsadida tashkil etildi. Unda so'zga chiqqanlar tomonidan ekologik tarbiya uzluksiz ta'limning ajralmas qismi ekanligi, bu borada zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati alohida ta'kidlandi. Shundan so'ng markazning yagona raqamli ta'lim resurslari va xizmatlari portali imkoniyatlari bilan tanishtirildi. UNICEF xalqaro tashkiloti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda miyaning 80% hamda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda bu ko'rsatkich 90% ga yetishi isbotlangan. Bundan ko'rinib turibdiki, maktabgacha ta'lim bu bolani band qilish emas, balki uni miyasini rivojlanishini boshqarish davri sifatida qarashimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, OECD xalqaro tashkiloti tomonidan PISA natijalariga ko'ra tahlil qilinganda 15 yoshgacha bo'lgan bolalarda mana shu maktabgacha ta'lim bilan qamrab olingan bolalarning ball ko'rsatkichi 70-80 PISA balliga yuqoriligi isbotlangan. O'quv yilini 50 ball deb oladigan bo'lsak, bu degani 15 yoshli bolani o'zida demak bolaning rivojlanishi 1 yilga yuqoriligini ko'rsatmoqda. Bugungi o'tkazilayotgan tadbirimizning asosiy maqsadi ham bolalarda mana shu ekologiya hamda bevosita atrof muhit bilan bog'liq bo'lgan ko'nikmalarni bolada erta shakllantirishga yo'naltirilgan hisoblanadi. Seminarning navbatdagi qismi amaliy mashg'ulotlarga bag'ishlandi. Bunda har bir jamoa ekodarsni qanday rejalashtirish kerak, storytelling, ekosistema yaratish, saralash o'yinlari kabi amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etdilar. Seminarda ishtirokchilar ekologik savodxonlikni oshirish, barqaror rivojlanish tamoyillarini o'quv jarayonlariga chuqur singdirish va yashil islohotlarni ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida qaror toptirish muhimligini ta'kidladilar. Tadbir yakunida eng faol pedagoglar taqdirlandilar.